Namozni ado etganingizdan so'ng Allohni turganda ham, o'tirganda ham, yonboshlaganda ham eslangiz. Xotirjam bo'lganingizda namozni to'liq ado etingiz. Albatta, mo'minlarga namoz aniq vaqtda ado etilishi farz bo'ldi. Salom hammaga, men bugun sizlarga Qur'onda namoz necha mahal o'qilishi haqida va aynan qaysi vaqtlarda o'qish yoki ado etish deymiz farz qilingani haqida eslatib o'tmoqchiman. Ushbu oyatdan shuni bilamizki, namoz Allohni eslash uchun o'qiladi va uni o'qib bo'lib ham Allohni eslashda har qanday holatda ham davom etishimiz zarur bo'ladi. Toha surasidagi Muso alayhissalomga qilingan xitob esingizdami? Albatta, men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. 14-oyat. Namoz faqat va faqat Allohni zikri, ya'ni uni eslash uchun ado etiladi. Undan boshqa hech kimning nomi eslanmaydi namozda. Shu narsaga ogoh bo'ling. Va yuqorida o'qiganimiz Niso surasi 103-oyatda va xususan ushbu qisqa videoda asosiy e'tibor qaratmoqchi bo'lgan jihatimiz namozni mo'minlarga, ya'ni iymon keltirganlarga Alloh belgilab bergan vaqtlarda ado etish farzligini eslatish va uni o'rganib chiqishdir. Iymon keltirganlar deganimiz alohida bir oydinlik kiritib olinadigan mavzu. Qur'on asosida albatta. Unga kanalimizdagi boshqa videolarda to'xtalamiz. Alloh Baqara surasi 238-oyatda aytadi: Namozlarni va o'rta namozni muhofaza eting. Alloh uchun xushu bilan turing. Bu yerda namozlarni deb qaysi namozlar haqida aytilmoqda? Xususan o'rta namoz deb qaysi namozni aytmoqda? Ularni qaysi vaqtlarda o'qish kerak? Alloh hidoyat va nur qilib bergan va hidoyat uchun barcha narsani oydinlatib tushuntirib bergan Qur'oni Karimning boshqa oyatlaridan javoblarni qarab ko'ramiz. Namoz mo'minlarga farz qilingan bo'lsa, uni nomlari va vaqtlari albatta aytib o'tilgan. Ey iymon keltirganlar, sizlardan qo'l ostingizdagilar ham, balog'atga yetmaganlar ham 3 o'rinda bomdod namozidan oldin peshindagi kiyimlaringizni yechadigan paytingizda va xufton namozidan keyin izn so'rasinlar. Bu 3 vaqt sizlar uchun avratlardir. Nur surasi 58-oyatdan. Bu yerda mavzu boshqa narsa bo'lsa-da, 2 namozni nomi bilan aytib o'tilganini ko'rishimiz mumkin. Ular bomdod namozi va xufton namozi. Qiziq jihati, peshin vaqti aytilgan bo'lsa ham, peshin namozi yoki asr namozi haqida hech narsa deyilmadi. Demak, yana 2 namozni bilib oldik. Ular bomdod va xufton namozlari ekan. Boyaga o'rta namoz bilan 3 ta bo'ldi. Ularni qaysi vaqtda ado etish kerak? Bu savolga javobni Alloh Hud surasi 114-oyatda va Isro surasi 78-79-oyatlarda ko'rsatib aniqlab qo'yganini ko'rishingiz mumkin. Kunduzning 2 tarafida va kechaning bir qismida namozni to'kis ado eting. Yaxshiliklar yomonliklarni ketkazur. Bu quloq soluvchilar uchun bir eslatmadir. Demak, bomdod va xufton namozi kunduzning 2 tarafida namozlar ekan. Quyosh chiqishidan oldin va quyosh botganidan keyin o'qiladigan namozlar bomdod va xufton namozlari. Biz bu xufton namozini shom namozi deb o'rganganmiz, bu vaqtdagi namozni. Mana shu 2 vaqtdagi namoz mo'minlarga farz qilingan. Bu oyatdagi 3-namoz esa tunning bir qismida o'qiladigan namoz bo'lib, u namoz farz qilinmagan. Isro surasida quyosh og'ishidan tortib to tun qorong'usiga qadar namozni to'kis ado eting. Bomdod namozini ham. Bomdod namozi farishtalar guvohligida yuz berur. Kechaning bir qismida tahajjud uchun turing. O'zingizga bir nafl bo'ladi. Shoyatki Parvardigoringiz sizni maqtovga arzirli bir maqomda tiriltirsa deyiladi.
quyosh og'ishidan yoki botishidan deb ham tarjima qilinadi. To tun qorong'usigacha o'qiladigan namoz xufton namozi va tonggi g'ira-shirida o'qiladigan namoz bomdod namozidir. Shu ikkalasi kunning ikki tarafidagi namozlardir. Kechaning bir qismida esa qo'shimcha namoz o'qiladi. Mana shu namoz yuqorida o'qiganimiz Baqara surasida aytilgan o'rta namoz va Hud surasida aytilgan kechaning bir qismidagi namozdir. U farz ham emas, balki ixtiyoriy nafl namoz. Uni turib o'qigan kishilar maqtalgan maqomda tiriladilar. Demak, Qur'onda namoz 3 mahal, ikkitasi farz va bittasi tungi nafl namoz ekan. Muzammil surasida Alloh shunday deydi: Kechasi turib namoz o'qing, kechaning ozginasi bundan mustasno. Uning yarmida yoki undan ham ozroq kamaytiring. 2-3 oyatlar. Bu oyatlardagi kechasi turib namoz o'qing deb xufton namoziga aytilmayapti. Qur'ondagi xufton deb tarjima qilingan kechki namoz quyosh botishidan tun qorong'usigacha o'qilishi farzdir. Xuddi bomdod vaqti kabi, lekin teskarisi. Tungi namoz esa maqtalgan, hamma ham o'qimaydigan. Ba'zilar tunni 3dan 1 qismida, ba'zilar yarmida, ba'zilar esa 3dan 2 qismida o'qiladigan nafl namozdir. Darhaqiqat Parvardigoringiz siz va siz bilan birga bo'lgan bir toifa kechaning 3dan 2sidan ozrog'ida, uning yarmida va 3dan 1ida qoyim bo'layotganini biladi. Kecha va kunduzni Alloh belgilaydi. Muzammil surasi 20-oyatdan. Bu oyatda Muhammad alayhissalomga siz bilan birga bo'lgan bir toifa deyilishidan yuqoridagi fikrimiz tasdiqlanadi. Tungi namozni hamma ham o'qimaydi. Bir toifa o'qiydi, mo'minlarning bir toifasi o'qiydi. Ushbu suraning 6 va 7 oyatlari namozlar soni va vaqtlari haqidagi xulosalarimizni yakunlab beradi. Albatta, kechasi turish munosib palladir va eng to'g'ri so'zdir. Kunduzida esa sizning uzoq ishlashingiz bor. Kechasi turib namoz o'qish ibodat qilish uchun va Qur'on o'qish uchun eng yaxshi vaqt ekan. Va kunduz esa dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lish, tinim bilmay ishlash va halol rizq talab qilib yurish uchun ekan. Qur'onda bir-biriga to'g'ri kelmaydigan, ixtilofli oyatlarni topmaysiz. Ulardan aksincha to'liq o'rganilganida aniq ravshan va yagona xulosani olasiz. Halol harom bo'lsin yoki din ahkomlari bo'lsin, har bir mavzuda shunday xulosa olasiz. Mana shu eslatma videodagi namoz haqidagi xulosamiz ham shular jumlasidan bo'ladi. Mo'minlarga namoz 3 mahal ado etilishi aytilgan. Ulardan ikkitasi bomdod va xufton namozlari, kunni 2 tarafida o'qish farz qilingan va 3-tungi namoz esa maqtalgan nafl namozdir. Qur'onda mana shu 3 namozdan boshqa namozlarning nomini ham, belgilangan vaqtini ham topmaysiz. Salomat bo'ling.